Bitta oilamiz bor. Bitta oilada 3 ta nogiron. Bu oilani ko'pchilik bizni Parsiz qishlog'ida ko'pchilik taniydi, biladi. Shu insonlarga bizni yordamimiz kerak. 10 mingdan 5 mingdan topganinglar ehson qilsanglar, yordam qilsanglar, xursand bo'lardik. Mana shu Komiljon akamiz, birinchi guruh nogironi. Kalaskada o'tiradi. O'zinglar yo'lda ham ko'p ko'rasizlar. Mana shu Xo'javod yo'nalishida qatnaganlar. Bu yoq enamiz. Girija bo'lgansa, yana bir ko'rsatingda girijangizni. Mana qornida girijasi bor. Shu enamizga nihoyatda yordam kerak. Sizlardan so'rab qolamiz. Videoga befarq bo'lmasdan yordam qilishinglarni, qo'linglardan 5-10 so'm tashlash kelmasa ham bir tanishinglarga yuborib, ehson qiladigan boylarga tashlab qo'yishinglarni so'rab qoladi. Kelinimiz ham ikkinchi guruh nogironi Komiljon akamiz. Sizlarga qissa qilib aytganda, bu xonadonda boquvchisi yo'q. Yordamga muhtoj. Qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida yordam qilsanglar, Alloh yo'lida. Mana Xudo xolasa bu birinchi ishimiz. Birinchi ishimizda natijamiz o'xshab, ehson qiluvchi boylarimiz ko'payib qolsa, bu xonadonda ba'zi bir qilinadigan ishlar ham bor ekan. Tomlaridan chakka o'tar ekan, ancha-muncha kamchiliklar bor ekan. Gaz, svet, naloy, paloy hamma Xudo xolasa hammasini sizlarning yordamingizlarda, sizlarning qo'llab-quvvatlashingizlarda natijasida Xudo xolasa mana shu xonadonga yordam berib, shu xonadonning duosini olamiz. Hammanglardan so'rab qolamiz. Xola, buni nima deb qo'yasizmi? Duo qilib endi. Duo qilib bering endi. Topganingizga baraka bersin. O'rozada harakatdan yomon kasallardan tobut topmasin. Bitganlarga joni jannatda bo'lsin. Bitganlarga salomat bo'lsin. Topganlarga to'ylarga yaxshilikqa, xursandchilikqa, to'y tomoshalarga, shunaqa bayram kunlarga sog'-salomat o'ynab kelib qolishaqalar bilan, ota-onalar bilan, tug'ishganlar bilan sog'-salomat o'ynab kelib, yaxshi yurolinglar. Rahmat, yana Xudo xolasa yaxshi insonlar, ehson qiluvchi boylarimiz ko'p, yordam qilamiz Xudo xolasa qo'ldan kelgan. Do'stlar, bu videoda e'tiborsiz qo'ymanglar. Tashlab, tanish bilishlarga tashlab, qo'lingizdan kelgancha katta raqamlarimizga, shu pastdagi katta raqamlarimizga qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida 10 ming, 5 ming tashlab yordam qilasizlar. Xudo xolasa shu xonadonga ancha yordam qilib, duolarni olib, yaxshi ishlarda, ehsonli ishlarda davom ettiramiz.